Mirzo Ulug'bek o'quvchilari, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli ota-onalar, mana bugun 23-mart Mirzo Ulug'bek xususiy maktabida maktab birinchiligi futbol chempionati kun davomida boshlandi. Bu futbol turniri intensiv futbol turniri desak xato qilmagan bo'lamiz. Sababi ertalab soat 7:00 dan boshlangan futbol mana kechki 18:30 da final bosqichi. 23 va Mirzo 7-jamoalar final yo'llanmasiga ega chiqdi. Finalda sovrinlar, sovg'alar o'z egasini topadi degan umiddamiz. Finalga xos bahs umumiy 1-1 penaltilar seriyasi. Aynan finalga bahs bo'ldi. Finalda umumiy 1-1 hisobi qayd etildi. Penaltilar seriyasi o'yin davom etdi va finalda Mirzo 23-jamoamiz 3-2 hisobda penaltilar seriyasida g'alaba qozondi. Tabriklaymiz. Umuman olganda mana shu birinchi, ikkinchi va 3-o'rinda olgan komandalarimizga rahmat aytamiz. Bunga asosiy sabab umumiy 32 komandadan kuchli 3talikka chiqish hammaga ham emas. Shundamlar yordam beryapti. Xo'p, sizlarni tabriklaymiz. Tabriklab turamiz. Ahadjon 2-o'rin taqdirlab berasiz. Tabriklaymiz. Tabriklab turamiz bolalar. Xo'p. Albatta birinchi o'rin Mirzo 23-komanda chiroyli ishtirok va chempionlik uchun O'ralib tabriklaymiz. Xo'p. Sovg'alar topshiramiz. Turnirda juda ham chiroyli o'yin, juda ham yuqori daraja, juda ham ko'p gollar urganligi uchun Mamadaliyev Boburni oltin butsa bilan tabriklaymiz. Xo'p. Finalda chempion bo'lsa, mana shu Mirzo 7-guruhni Varataboniga shu oltin to'p topshirishimni xohlagandim. Lekin o'sha penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchradi. Baribir chempionlik va umumiy statistika bo'yicha 22 ta gol urganligi uchun oltin to'pni ham Boburbekka topshiramiz. Tabriklaymiz. Ularni qarsaklaring ostida Mirzo 23-guruh topshiramiz. Xo'p, Mirzo Ulug'bek xususiy maktabi, ya'niki shaxsan bizni do'stimiz, homiyimiz, mana shu turnirni tashkillashtirishga yordam bergan Uskabel hamda Premium kabel asoschisi Rahmonov G'olibjon, ularning do'koni, magazini O'rta darvozaning ro'parasida, o'sha nomerlarni ham qoldiramiz.
Mana shunda esdalik sovg'alar, esdalik sovg'aning nimaligini o'sha turnir videosi chiqqanda ko'riladi. Sizlar uyga borganda ochasizlar. 3-o'rin egalariga topshiramiz. Qarsaklaring bilan. Oltin to'pni ham, oltin butsani ham shu chempion bo'lgan jamoa, kubokni ham chempion bo'lgan jamoa olganlik uchun 2-o'ringa aynan Varatabonning o'ziga alohida bitdi. Qarsak chalamiz. Va jamoaviy bitdi. Tabriklaymiz. Jamoalaringga umumiy kelishib, trenerlarga do'stlarimizga rahmat, homiylarimizga rahmat. Shu turnirda chiroyli hech kimda burni qonamay, hech kimda deyarli hech qayta shilinmay, ayniqsa sinmasdan, hech kim bilan urushmasdan tashkillaganiga va shunaqangi o'yin o'tkazganimizga asli sport do'stlik, asli sport sog'lomlik va do'stlik targ'iboti. Tushunarli? Bu yerda bular kubik ko'tardi, bular birinchi o'rinda olgani bilan menimcha hamma yutdi shekilli. Bu yerga kelganlar, qolganlar so'raysizlar. Mirzo-Ulug'bekda qolganlar. Xo'p, shu bilan turnirimiz yakunlandi. Hammalaringga rahmat, chempionlarni 1-2-3 ga Mirzo-Ulug'bek. 1-2-3 Mirzo-Ulug'bek! Xo'p, bugungi shu Mirzo-Ulug'bek xususiy maktabi o'quvchilari ishtirokida tashkillangan futbol turniri juda ham ajoyib bo'ldi. Aynan bunaqangi ruhda o'tadi deb kutmagandim. O'quvchilarimizdan Xudoga shukr hammasi sog'-salomat maktabga qaytishyapti. Ertalab 7 da boshlangan turnir kechqurun 19:00 da tugayapti. Aynan biz ham xuddi shuni hisob-kitob qilgandik. 32 ta komanda ishtirokida bo'lib o'tgan ushbu turnir umumiy 63 ta o'yin o'tkazildi. 63 ta o'yin bir kunda o'tkazildi. Har bitta o'yin 30 daqiqadan. Bu juda ham murakkab vaziyatida bu o'yinlarni bir kunga sig'dirib olish, lekin intensivlikni yo'qotmadik. Futbol bu o'rtoqlik va do'stlik, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish o'yini sifatida baholangan futbol turniri. Albatta ko'zlangan maqsadlarga erishildi degan umiddaman. Albatta hamma yutmaydi, hamma chempion bo'lmasligi mumkin, lekin futbol turnirida hamma yutishi mumkin. Aynan bizning futbol turnirimizda hamma yutdi degan fikrdaman. Inshaalloh shunday ham bo'lsin. Sababi bizda shu o'qishlar ertalabki soat 6 dan kechqurungi 22:00 gacha davom etadi. Bu umumiy o'quvchilarda charchoqqa yoki qandaydir zerikishga olib kelishi mumkin. Aynan bu futbol turniri bunday o'tkazib turilishi menimcha maqsadga muvofiq. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Yorqin kelajak sari ishonchli, ishonch chekirgan va ishonch oqlagan Mirzo-Ulug'bek xususiy maktabi bilan birga erishamiz. Olg'a!